Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi cahilerdeki qarindaşlarım. Hemmeğinki muşu vakti ve bunun ikinci vakti hayırlık olsun. Ben Abdülaziz Beştoğrak qarindaşınla İstanbul'dan Fatih Süleymaniye Camii'nin qeşidin sizlerge tedbiriye isim dersleri 30. derste sizlerge Allah'ınki güzel sanatını bir iş bilen dersimizi başlayıp gitimiz. Yani tedbiriye isim dersleri 30. ders yapılanınki milli ruhi degen ders kadarlı qarindaşlar. Japonca Nihonjin no Seishin degen ders. Mişerde bir neme kam kaldı mı Seishin'deki şinde. Tamam. Da olsa biz bu galiplaninki karakteri ve savakları degan qulamdaki bunu kitap bizniki tedbiriye neşriyat tarafından neşr kılıngan Erkin Sıddık akimizdeki kitabı. Bu kitabını biz 2016 yılı neşr kıldık değil mi? 2016 yılı neşr kıldık. Kadirli qarindaşlar bunun 2 yıl bolup qalaydı dedi. 2016 yılı oktyabirde neşr qildik. Onun aldığımız saatlerde biz yapılanınki karakteri toğruluq bir dersini 2 bilep qılgan idik. Yapılanınki karakteri yapılan itikadi, ahlaki ve tabii karakteri mevzusu aldığın qıtım qıgan dersler. Onun için ötken hafta yapılanınki milli ruhi degen dersini başlap yerimizin cekraqını tüketkendik. Bugün biz şunun ayığını birlikte ügünümüz canım dostlar. Aldığımız saat ügünülgen narsalar nimiken dese bu 2014 yıl 2. ayının 7. günü yazılgan makale Samuray Roy'nun kıskıç tarihi, Samuray Roy hakkında kıskıç düşünce, onun için Samuray kılıcı, onun başka Yapon askerlerinin harbiy meşqi ve kuralları, onun için ölgelerini kadirleş ve hürmetleş, 6. padişahqa bolğan çoqunuş deb 7. mavzuga Yaponiyanın Şərqi Asiyadagi kengaymichilikni qandaq tushunish kerak degan mavzuda to'xtalamiz. Bugungi bu ders 8. mavzuda Yaponlarning o'zaro yaqindan hamkorlash ruhi, undan keyin diniy e'tiqod haqida mazmun degan mazmunlar to'xtalib o'tilib, eng oxirida ahırkı söz Erkin Sıddık akimizden sözü bilen tüyüdürkemiz. 7. Yaponiyanın Şərqi Asiyada kengaymichiligini qandaq tushunish kerak degan mavzu. Okurmanlarning xabarida bo'lganidek Yaponiya 19. ve 20. asrlarda Şərqi Asiyadagi bir qism davlatlarni tajovuz urushi bilan besib oldi. Bunun sebeplerini okşamagan millet ve okşamagan devletler her xil düşündürdü. 1943 yılı Germaniya məxsus bir grubu mütəxəssislərini təşkillab Yaponiyanın bir küçük devlet bula alışıdaki sırlar üstüne tekşürüş ve tədqiqat elib bağın. Hem de şu asasda bir doklat yazıp çıqqan. Ben yukarıda bayan qılğan məzmunlarının xeli köp qismi aşı doklatqa asasen yazılgan. O doklat Yapılanın Şərqi Asiyada kengaymichiligi üstüdümü məxsus toxtalgan bulup, ben bu yerde aşı məzmununu qısqacha bayan qilib ötümem. Bu məzmun Asiyada bulup ötken bir kısım tarihi vəqələrini toğru düşünüş üçün nəhayət mühim deb oylayman. Yaponiya padişahı Meiji 30 milyon Yapon xalqiga 74 yıl hükümranlık kıldı. Onun nevresi bolsa aynı vakitte 100 milyon Yapon nüfusuga hükümranlık kılgan bulup, o bu 100 milyon nüfuska Yaponiyanın yetekçiligini kabul kıldıgan neçe 100 milyon Asiyalık halklarını koşuş zürür deb qarıdı.
Qadimki Yapon madaniyati yog'och, bambuq, qog'oz, chig' va yipak ustiga qurilgan bo'lsa, ularning hozirgi madaniyati temir, po'lat, zavod va mashinalar ustiga qurilgan. Shundoq bo'lish qaramay, Yaponiyani kuchli qilib turgan narsa 20-asrdagi madaniyat bo'lmasdan, ularning qadimki madaniyatidir. Yaponiya tarixdan buyon Osiyo madaniyatini saqlab kelguchi va qo'g'dug'uchi bo'lib keldi. Jungu, Koreya va Hindistonning qadimki madaniyatlari ko'p ojizlab ketgan bo'lib, ular Yaponiyada saqlanib qolmay, o'zlarining hayotiy kuchini burunqiga o'xshashla joriy qildirib keldi. Shuningdek, Yaponlar yolg'iz texnologiya sohasida emas, boshqa hamma sohalarda o'zlarini Osiyo xalqlarining beshi deb qaraydi. 1934-yili Yaponiya Osiyoliklar uchun xizmat qiladi degan inglizcha Japanese Monroe Doctrine Asia for Asians deb atiladigan siyosatni tuzib chiqdi. Shuningdan keyingi 10 yilga yaqin vaqt ichida Yaponlar bu siyosiy planni xeyli zo'r ko'lamda ishga oshirdi. Yaponlarning boshqarishi ostida yashaydigan nüfusning soni uzluksiz ko'payib, ular Sharqiy Osiyoni bir o'rtaq gullangan rayon qilib chiqishga boshladi. Sharqiy Osiyo xalqi Yaponlarni nihoyat tushunadigan, ularni hurmatlaydigan, ularga qoyil bo'ladigan va ulardan qo'rqadigan bir holatga kelgan bo'lib, bu jihatda Yaponlar 5-asrda Germaniyadan kelib Angliyani besib olgan Anglo-Saksonlardan eshib tushdi. Sharqiy Osiyoliklar Anglo-Saksonlarning o'zlari besib olgan yerlarni boshqarishda ojiz kelib qolganligini, Yaponlar bo'lsa o'zlari besib olgan joylarni uchqandek taraqqiy qildirganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Yaponiyaning qo'li bilan Manjuriyaning bir odam yashamaydigan joydan Osiyodagi bir yangi tartibning markaziga aylanganligini ko'rdi. Yaponiyaning bir haqiqiy kuch va Sharqiy Osiyoning markazi ekanligini tushunib yetdi. Yaponiyadan iborat bu ko'tarilayotgan quyoshning makoni the land of the rising sun. Yalnız Sharqiy Osiyoning qadimki madaniyatining ruhiy jihatdan qayta tirilish makoni bo'lib qolmay, hozirgi zamon madaniyatlashishining markazi ekanligini ko'rdi. Eskartish, Yaponiyaning bayrog'iga ko'tarilayotgan quyoshning rasmi. Ular Yaponiyaga o'qishga avatadigan o'quvchilarning sonini yildan yilga ko'paytdi. Angliya bilan Amerika Yaponiyaning portlab taraqqiy qilish hodisasini, Yaponiya davlat kuchining to'xtovsiz o'sib menish hodisasini ko'rmadi. Hamma narsani moddiy narsalar bilan o'lchaydigan bu ikki davlat Yaponiyaning ruhiy qimmat qarishi bilan ruhiy kuch qudratini tushunmadi. Yaponiyaning kun sayin o'sib menayotgan nüfus soni va bu xil ahvol keltirib chiqaradigan oqibatlarga parvo qilmadi. Ular hatto mushundoq bir to'sqili bo'lmaydigan tabiiy jarayonni biz hozir ko'rayotgan portlashning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan tadbirlar bilan to'smoqchi bo'ldi. 8. Yaponlarning o'zaro yaqindan hamkorlashish ruhi. Men aslida bu mazmunni bir ayrim maqola qilib yozib chiqishni planlagan edim. Undaq planlash sabablarining biri o'zaro yaqindan hamkorlashish ruhi bir millatning po'latdek uyushi bilan hamma ishlardagi birlikini ishga oshirib, o'z ishlarini eng yuqori darajada unumli elib berib, millatni qudrat topqizishda intayin halqalik rol o'ynaydi. Yana biri bo'lsa, Yaponlarda bu ruh intayin kuchli. Uning aksicha Uyg'urlarda bu ruh yo'q deyarlik darajada intayin aciz. Ama material toplash jarayonida Yaponlarning hamkorlashish ruhining ularning qolgan ruhi va ularning tabiiy xarakteri bilan zich bog'lanish ekanligini, shunga bu jihatda tafsili to'xtalishning hojati yo'qligini his qildim.
Şunun bilan bu mazmunni mushu yerga bir kichik tema qilib qistirib o'tib ketish qaroriga keldim. Umumlashtirib aytganda, Yaponlardagi hamkorlik ruhi mundaq ikki narsadan kelib chiqqan. Uning biri men yuqorida tunishtirgan samuray ruhi. Yana biri bo'lsa Yaponiya ma'arifidagi axloq tarbiyasi. Yaponiya maktablaridagi axloqiy tarbiya mundaq 4 qismni o'z ichiga oladi. Birinchi, o'zining og'liqligi. O'zini to'liq va to'g'ri tushunish. Ya'ni o'zining talantlari, hissiyoti va ish harakatidagi ifodasi qatorliqlarni bilish. Ikkinchi, boshqalar bilan bo'lgan munosabat. Üçüncü, o'zi tava bo'lgan guruhlar va jamiyatlar bilan bo'lgan munosabat. Ve to'rtinchi, tabiat ve kainat bilan bo'lgan munosabat. Bu 4 qismning ichidagi 2 qism har bir shaxsning boshqa odam, o'zi tava bo'lgan guruhlar va jamiyat bilan bo'lgan munosabatlar ustida bo'lib, buningdan biz yaponlarning kishilar o'rtasidagi hamkorlikka naqadar ahamiyat berganligini ko'rib olamiz. Bu yerdagi boshqalar bilan bo'lgan munosabat, adab, axloq, boshqalarga minnatdorlik bildirish ve boshqalarga hurmat qilish, do'stlik ve kamtarlik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Guruhi ve jamiyat bilan bo'lgan munosabat bo'lsa, ommaviy majburiyat, guruhi ve jamiyat ommaviy majburiyat, guruhi faoliyatlariga qatnashish, o'qituvchilarga hurmat qilish, an'anaga hurmat qilish ve başka yat medeniyetlerine hürmet kılış, şundakla adaletlik, mesuliyetçilik, aile azalarına hürmet kılış, cemiyetke töhbe koşuş ve vatanını süş qatorliqlarni öz içine alıdı. Yaponiya Maarif Ministerliği bir kısım alaylı iş faaliyetleri arkalık ahlaki ve ictimai terbiyeni işe aşırış sahasida mundaq ko'rsatma chiqargan. Zurur bo'lgan guruhda ish faoliyatlari orqali ko'ngil bilan badanning o'zaro moslashgan holda sog'lom taraqqiy qilishini ishga oshirish, individuallikni rivojlantirish, guruhning bir a'zosi bo'lish salohiyati bilan bir yaxshi hayot yaratish uchun zarur bo'lgan mustaqil va amaliy pozitsiyasini yetildirish, bir inson bo'lish sifati bilan hayotga bo'lgan to'linishni cho'nqurlashtirish hamda o'zining hamma yushurun kuchlarini to'liq ishga solish iqtidorini yetildirish kerak. Yaponiya maktablarining bir cho'ng alohidaligi ularda ko'plagan o'quvchi klublarining mavjud bo'lib turishidir. Masalan, tanharakat, musiqa, madaniyat ve akademik klublar. Bu klublarni maktab urunlashtirgan o'qituvchilarning yetakchiligida o'quvchilar o'zlari qurdi ve boshqurdi. Yuqori yillikdagi o'quvchilar tuvan yillikdagi o'quvchilarni chiniqtirib, ularga qoida tuzumlarni o'rgatib, har jihatdan ularga yordamda bo'lib, ularning klublarga bo'lgan sodiqligini qo'lga keltirdi. Her bir klubning a'zolari kuniga kam deganda bir qatam yig'ilish qilib, o'zaro hamkorlashish, adab axloqliq bo'lish, mas'uliyatchan bo'lish, tirishchan bo'lish, o'zini mukammallashtirish ve do'stona bo'lish qatorliq ruhiy sifatlarni yetildirish yo'lida ish elib bordi. Mushundaq kundalik faoliyatlarning muhimligini intayin qattiq ve davomli ta'kidlash orqali Yaponiya maktablari o'quvchilarda isil xarakter yetildirish maqsadini nihoyatda yuqori unum bilan ishga oshirdi. Mushundaq jarayon orqali Yapon o'quvchilarda o'z madaniyatini saqlaydigan ve o'z an'anasiga amal qiladigan axloqni yetildirdi. Yaponiya maktablarining bu sohada foydalangan narsa birer dinning aqidasi emas, balki ular o'quvchilardan o'zining ish harakati atrofidagilarga va dunyoga qanday ta'sir ko'rsatganligini har vaqt bilib turishni qattiq talab qiladi. Hamda o'quvchilarga bir qator go'zal axloqlarni belgilab berib, ularni tuzib sifatlik ijro qiladi.
Yaponiya maktablari eng ko'p urullashtirilgan ishlarning yana biri dala safari. Field trip qilishdir. Buningda bir sinf o'quvchilari bir kun yoki ta'til vaqti bo'lsa, bir qancha kun vaqt chiqarib, bir tabiiy bog'cha, bir dağlıq shirkat yoki shuningga o'xshash biror ahamiyatlik yerga boradi. Bu faoliyat orqali bolalarda tabiatni suyish, turmushni qadrlash va uningga kuyish, hayotni va hayotlikni qadrlash, bir-biriga mehribon bo'lish hamda hamma ishda o'zaro yaqindan hamkorlashish xislatlarini yetildirdi. Yaponiya maktablari o'quvchilarga har bir odam bilan guruh o'tirisidagi bog'lanish va guruh ichidagi o'zaro hamkorlashishning intayin muhimligini, sinfdagi guruh faoliyatlari, maktab tozalash ishlari, o'quvchilarga tomoq tarqitish ishlari va har xil o'quvchi klublarining faoliyatlari orqali o'rgatadi. O'quvchilarning biror ishda raqiblarcha raqobatlashishi qattiq cheklanadi. Faqat do'stona raqobatlashishga yo'l qo'ydi. Maktablarda hargizmo o'quvchilarning o'qish natijasini e'lon qilmaydi. Ko'ngzi ta'limotidagi huquq daraja tuzumi Yaponiyada cho'nqur yildiz tortgan bo'lib, kichik yoshidan boshlabla maktab o'quvchilaridan kichiklar cho'nglardan o'rganish va cho'nglarning yetakchiligini qabul qilish talab qilinadi. Cho'nglardan bo'lsa, kichiklarga o'rgatish, kichiklarni chiniqtirish va kichiklarga yordam qilish talab qilinadi. Butun Yaponiya jamiyatida o'zaro samimiy bo'lish, bir-biriga rostchil bo'lish va bir-biriga adil bo'lish to'liq amalga oshgan bo'lg'achqa, buningga yuqoridagi huquq daraja tuzumi qo'shilib, har qanday bir ishda shu ishni qilishga qatnashayotgan barliq a'zolar o'rtasida uyul tashdek qattiq bir birlik vujudga keladi. Shuning bilan ishlar bir intayin rahat atmosfera ichida va nihoyat yuqori unum bilan yurishidi. Bir yapon yolg'iz vaqtida bir qo'yga o'xshash yavash bo'lsa, 3 yaponlar bir yerga kelganda ular bir shirg'i o'zgarib qoladi. Siz yaponlar orasida urush jidal ko'rmaysiz. Cho'ng ovoz bilan so'zlashganini ko'rmaysiz. Yig'indi yoki boshliq oldida o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganlarni ko'rmaysiz. Bir-birini kamsitish yoki tushirish ishlarini ko'rmaysiz. Ular hargiz sening deganing xato demaydi. Uning o'rniga meningcha bu ish mundaq deydi. Ular hargiz men sening fikringga qarshi yoki men sening fikringga qo'shilmayman demaydi. Uning o'rniga men unda o'ylamayman. Mening fikrim siznikiga o'xshamaydi yoki men boshqacharoq o'ylayman deydi. Men hozirgacha o'z beshimdan kechirgan sarguzashtlik asosan davomliq mundaq bir ishni ko'z oldimga akilaman. Agar siz bir to'p yaponlarning ichiga kirib, bugun Pokuni yerda bir intayin isil leksiya berilibdi desangiz, yaponlar ishtiqli sizdan o leksiyaning mazmuni nima ekan deb so'raydi. Agar bu gapni bir to'p Uyg'urlarning ichiga kirib desangiz, ko'pincha holda sizdan o leksiyani kim bilibdi deb so'raydiganlar chiqadi. Yaponlar o'zi ishlayotgan shirkatning yoki davlatning manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan bo'lg'achqa, bundaq ahvolda ular haliqi leksiyani kim berganligini asosan hech bir e'tiborga olmaydi. Uning aksicha o leksiyada shirkatiga yoki vataniga foydali nima mazmun borligiga butun diqqatini markazlashtirdi. Uyg'urlarcha onu men demasam-mo, siz o'zingiz bilasiz. Sen nimiting? O'zingni nima chaqlaysan? Sen bilganni boshqalar bilmamdikan. Oltinni zaga so'qsin. Qushqashnimi qassab so'ysin. Bundaq so'zlar bizga nihoyat tonishliq. Ularni men hozirgacha xeyli ko'p anglab keldim. Qisqasi,
Yapılla özara hemkarlışqa intayin qadir. Ondaq bo'lishki sebeplerini ben mezkur makalı bilen aldığım makalada tonuşturup öttüm. Uygurlar bolsa bu cihette yapılarının del eksi. Biz özara hemkarlışqa qadir emas, belki intayin aciz. Bizde raqiblarcha raqobatlashishga, ko'rolmaslikka, ichi tarliq qilishga, hatto opur ko'lab yiqitishga tayyor turadiganlar az emas. Bu xil ahvol asosiy jihatdan 15-asrdan 20-asrgacha davom qilgan islom dunyosining qorong'u davri keltirib chiqargan bo'lib, ular yolg'iz Uygurlarla emas, başka barlık Müslümanlarda mı umumi yüzlük mevcut. Kadirli kıyımdaşlar, aşındak Müslümanlara ortak boğan sebeplerden başka biz üçün, yani Uygurlar üçün bir alaydı sebep mi var? O bolsumu bizden bir mezgil yipek yolunu berpa kılıp ticaretçi bulup yaşıgallıkımızdır. Men Müslümanlara ortak boğan sebepler üstüde özümün keyinki makalalarda yana ayrım toxtadıman. Menin bu yerde deydiğinim özara hemkarlışış cihatta bizning yapıllardan ügünüşümüzge tegishlik boğan nurgun iyisi sübetler var. Men ularni yuqorida qisqacha tonuşturup öttüm. 9. mavzu dini itiqad haqida. Yaponiyada yaşayotgan bir Arab mening bir tonuşumga mundaq degan: "Hey, bular Allohni tanimay turib bunchalik adablik, samimiy ham tirishchan. Bular musulmon bo'lgan bo'lsa, din va fanni qurol qilib, butkul dunyoga haqiqiy musulmonning obrazini tiklab berar ekan." Hammamizga ayon bo'lganidek, bizning hozirgacha to'plagan tushunchimizga asoslanganda yapılarni Müslüman buluşqa qoyil qilish oson emas. Ama Müslümanlarning yapılarning saposidek sapoga erishtirish mumkinchiligi bor. Biroq uni amaliyotda ishga oshirg'ili bo'lamdi? Yo'q, u Müslümanlarning o'z tirishchanligiga bog'liq. Biz Uyg'urlar sapo jihatdan yapılardek bularlamdiq? Yo'q, o bizning buningdan keyin qandaq ish ko'rishimizga bog'liq. Uyg'ur diyorida o'qiyotgan bir o'quvchi menga yaqinda yozgan bir parcha xatida hozir Uyg'ur o'quvchilar diniy e'tiqodi kuchlik va kuchlik emas, o'qishga tirishadiganlar va tirishmaydiganlar, qattiq o'ynaydiganlar va vaqtni qadrlaydiganlar deb bir qancha guruhlarga bo'linib ketganligini hamda bu o'xshamagan guruhlar o'zaro yaxshi o'tishmaydiganligini yozibdi. Biz hammamiz ko'rib turayotganimizdek, hozir Uyg'urcha torlardagi har xil temalar ustida elib berilgan muzokara va munoziralarda o'qirmanlar asonla diniy ko'zqarash jihatdan bir qancha qutbga bo'linib ketyapti. Ba'zida ashu tariqada bir-birini ayiblaydigan va bir-birining ko'ngliga azor beradigan ishlarmo xeli ko'p sodir bo'layotdi. Bizga kelayotgan xorliq hozir yetib oshadigan bo'lib, men har qatim tonushdagi xatolik va yetersizliklardan kelib chiqqan o'zimizga paydo qilayotgan azoblarni ko'rganda yurakim echishib ketadi. Qadrli qarindoshlar, tadbir yaysin darslarininki 30-sida hamda Yaponlarninki milliy ruhiy to'g'riliq o'rganyapmiz. Umumlashtirib aytganda, bir qism fikr ixtilofligi Uyg'urlarning bugünkidek bir holatga kelib qelishi islom dinidan bo'lgan deb qaraydiganlar bilan onunda islom dinining severligi yo'q deb qaraydiganlar o'ttirisi bo'layotdi. Mazkur maqola bilan oldingi maqolada men Yapon podshohi va Yapon armiyasidan boshlab butun Yapon xalqining bir-biriga bo'lgan samimiyligi, odilligi va mehribonligi haqida tushuncha berdim. Ashu sifatlarning
Yapıllarının bugünküde kudret tepişide intayin mühim rol oynaydıqanlıqını şərhlab ötdüm. Qani biz hazır muşu yerde Uygurlarning hazırqadek bir holatga kelib kelishiga sababchi bo'lgan muhim omillarning biri islom dinimi emasmi degan masala ustida azroq muhokama yurgizib boqaylik. Menimcha bu masala ustida adil va to'g'ri hukm chiqaradigan odam chuqur intayin yuqori sifatlik, ya'ni intayin samimiy, rostchil, haqqoniyatchi, adil va ilmiy islomshunos, hadisshunos va Qur'on Kerim mutaxassisi bo'lishi lozim. Ondaq bo'lolmagan bir odamning yuqoridagi masala ustida adil yakun chiqara olishi mumkin emas. Men hozirgacha egilagan bilimlarga asoslanganda bütün musulmonlarning hozirgidek ahvolga tushib qolishi va bizning bugünkidek holatga tushib qolishimiz dinning sababidan bo'lgan emas. Islom bir ulug' din bo'lib, bu ishda dinning hech qanday gunohi yo'q. Musulmonlarning bugünkidek holga tushib qolishidagi sabablar xili ko'p va nihoyat murakkab bo'lib, ularning hammasini bu yerda sharhlab bo'g'ilib bo'lmaydi. Men bu vaqtda keyin bir ayrim tema yozishim mumkin. Musulmonlarning bugünkidek holga tushib qolishlik sabablarining biri tarixdan buyon dinga yetakchilik qilib kelgan bir qism kishilar, ya'ni axun, mullam, damullam ve şularga o'xshash dini ulamolar ve dinning amal qalpoqlarini kishib olgan kishilar dinni to'g'ri va to'liq tushunmay, dini bilimlarni to'liq egilamay, iqtidorsizlikdan o'zining musulmon ergash kuchlarini xato yo'lga boshlagan. Ishning unda bo'lib qolishining yana bir sababi bir qism kishilar o'zining ma'lum bir shaxsiy g'arazini ishga oshirish, ma'lum bir shaxsiy manfaatga erishish uchun dinni qasddan bormalab, o'ziga foyda yetkazadigan xato narsalarni dinning ta'limoti deb targ'ib qilib, musulmon ergash kuchlarni aldab, musulmon ergash kuchlarni go'llab, dini sohada intayin cho'ng qalaymaqonchiliklarni paydo qilgan. Hamda musulmon ergash kuchlarni intayin nadon ve intayin hamakat holatda saqlab kelgan. Bundaq ahvol toki bugungi kungacha davomlashib kelyapti. Men tuvanda dinda boshqalarga xato yetakchilik qilish bilan dinda boshqalarga to'g'ri yetakchilik qilishga birdan misol ko'rsatib o'taman. Hindistonlik Said Abul A'la Mavdudi 1903'ten 1979 yıl yaşayan, Allah cennetten mükafat versin ustazga, bir axbaratçı, ilahiyatşünas, Müslümanlar Günleniş Meclisi'nin riyasetçisi, siyasi peylasop ve 20. əsrdeki İslamiyet mutafekkür bulup o mundaq degen. Eğer her qandaq bir millet Kur'an Kerim'e ega bo'lgan turuqluq, mağlubiyet ve xarlıq işide yaşavatkan bolsa, ular çokum Allah'ın sözlerine xilaflık ve asilik qılğanlığı üçün jazaga tartılıvatkan buluşu mümkün. Bundaq ahvalda özünü Allah'ın gazibinden kutkuzuştan birden bir jülü mezkur çoğun günahdan yenip Allah'ın kitabını hakkıge yarışa kadirleşke emel kılışka tiriştin ibarettir. Onu kılmaydıyken meyli o millet her bir yeziga birden mektep assun. Meyli bütün evlatları üniversite püttürüp ketken bolsun. Meyli xil yolla arkalı pul tepip milyonlap dövülvagan bolsun. Ulanın ehvali hergiz özgertilmeydu. Bu Abu A'la Mavdudi'nin qilgan so'zi ekan, qadrli qarindoshlar. Buni qayta o'qib o'tay. Agar har qanday bir millat Qur'on Kerimga ega bo'lgan turuqliq
mag'lubiyat va xorliq ichida yashayotgan bo'lsa, ular chuqum Allohning so'zlariga xiloflik va osiylik qilganligi uchun jazoga tortilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday ahvolda o'zini Allohning g'azabidan qutqizishning birdan-bir yo'li mazkur cho'ng gunohdan yenib, Allohning kitobini haqqiga yarasha qadrlashga, amal qilishga tirishishdan iboratdir. Unda qilmaydigan, mayli u millat her bir yazığı birden mektep açsın, mayli bütün evlatlı üniversite bitirgen bolsun, mayli xil yollar arkalık pul tepip milyonlap dövülvagan bolsun, olanın ahvali hergiz özgertilmeydi. Bek içinişlik bir getken kadirli kırımdaşlar. Dura açık ama o şifağılık kılıdı. Demek bu nasihat mı? Şundan açık kılıdı iken adette. Hakikat mı? Şundan eğir ki. Hemmimizin haberi bağ boğuludek Müslümanların mutlak köp kısmı samimilik bilen ve layakatli Müslüman buluşka tirişidir. Her gizmi kastellik bilen Allah'ın sözleri xilaflık ve asilik kılmaydı. Allah'ın sözleri xilaflık ve asilik kılıp kaldıqanlar mı asası cihetten medeniyet seviyesi tüven, hatta bazı da savaşsız bulup Kur'an'da tuluk ve doğru düşünüş iktidarı yaki akli kudreti yetmegenlikten şundak buludu. İntayın az sandaki İslam toğluğu urnu ölüp Müslümanların yüzüge dağ keltirdiğen cinayet işlerini kılıp yürüvatqanlar, mesela çeterde her xil terrorizm işleri bilen şug'ullatqanlar var. O adamlar aslında Müslüman deb atılışqa şartı toşmaydigan kişiler bulup, muşu muhakimini yolda elip beriş üçün qani biz ularni hazırca Müslüman deb turaylı. Eğer Müslümanların umumi nüfusu sanını 1.6 milyard, çetelerde İslam tonuğu urnu elip cinayi işler bilen şug'ullatqanlarning sanını 16 min desek mi? Bu yaman adamlar Müslümanların umumi nüfusunun aran 0.001%'ni igeleydi. Yani Müslümanlar asasen layakatlik Müslümanlar yaki layakatsiz Müslüman buluş üçün bütün gücü bilen tirişivatkan kişilerden teşkil tapkan. Uygurların tili Arap tili emas. Uygurlar Arap ziminlerinde mi yaşamaydı. Şunda turukluq ular Arapça Kur'an'ı okuydu. Arapça sure ve ayetlerden nurgullarını yadlıp alıdı. Hatta bütün Arap tilideki Kur'an'ı 5'den ahirgacha yadlap boğan Uygurlardan mı xeli köp adam var. Benim rahmetlik çoğun dadam, yani apamның dadısı mı şularning biri idi. Ama mutlak köp sandaki Uygurlarning toluq sözünü bitirgüçe mektepte okuş pürüstlük bo'lmaganligi, köp sandaki Uygurlarning savadsız bo'lganligi tüpeylidin, ular her qancha tirishsimi Kur'an'ni ve İslam'ni toluq ve to'g'ri tushunib ketish imkoniyati yo'q. Mening hozirgacha his qilishimcha Uygurlar üçün Kur'an'ның Uygurcha tarjimasini o'qib, onu toluq ve to'g'ri tushunish undaq asan iş emas ekan. Yani meningcha en kem degendim o mektepni toluqsuzni tamamlıqıca o'qib bo'lolmagan bir adamdan Kur'an'ni toluq ve to'g'ri tushunib bo'lishni talab qilish xili eg'ir adaletsizlik bo'lib qoladi ekan. Yaqinda xalqaroliq bir o'rin bütün dünyadaki ellerini turmuş seviyesinden yuqori tuvanligi bu iş tizip çıkan bo'lib, onundaki aldığınki 50 devletinin içiga Müslümanlar devletin fakat Katar bilen Arap Birleşme Halifelikler 40 netçinci ve 50. orunga kireligen. Bu iki devlet mi o iki orunga özünün terakkiyatıga tayinip emas, nefit setip tapkan pulu bilen kirgen. Bunun aksice 2013 yılı bütün dünya boyunca Amerika patentiga iltimas kılıp, iltiması tasdiqlangan patentlarning soni
cem'i 2.778.035 bulup, aşı patentlarını en köp algan deslepki 50 şirketinin içinde 19'u Yaponiya şirketi işken. Demek, Müslüman devletleri asasen mağlubiyet ve harlık içinde yaşavatıdı. Yukarıdaki tizimdeki aldığınki 40 orunga erişkenlerinin içinde dinine işlenmeydiğen, hatta Xudanın barlığını mı qat'i itiraf kılmaydan xalqlar köp. Müslümanların bugünkidek halıqı düşüp gelişi Allah'ın cezasının boğan değilse, elikidek dinsizlerinin ve yapıları okşaş, itikadı bar bozumu, imanı yok milletlerinin üzlüksüz kudretli menişini nimede düşündürüş gerek. Şolaşkı menimce Mevdudi'nin yukarıdaki sözlerde eğir mesele bağ bulup, olanın bir kısmı tüvendiklerin ibaret. Birinci, Mevdudi'nin sözü birer mukaddes kitaptaki, yani Kur'an yoki hadistiki mezmunlar asasen deyilmegen, bütünley üzünün xiyal asasen eğitilgan. İkinci, mektepte okumaganlar Kur'an ve İslam'ını toğru ve tuluk düşünelmeydi. Kur'an ve İslam'ını toğru ve tuluk düşünelmeyenler onu toğru icra kılalmaydı. Aşındak ahvalıqı duş kelgen Müslümanlarının naçar künge qilishini Allah'ın cezasının bolgan deyiş, menimce Allah kılıngan töhmet, Allah kılıngan hakaret ve Allah kılıngan adaletsizlik. Üçüncü, mektep kuruş ve mektepte okuş, Kur'an'ı ve İslam'ını toğru ve tuluk düşünüşünün aldığınki şartı. Şonlaşkı mektep ve mektepte okuşun rolunu inkar kılış, hiç kandak mantıqqa uygun emas. Dördüncü, mening düşünüşümçe, Müslümanların çekinip gitişi ve hazırlıkta arkada kelişinin asaslık sebeplerinin yeni biri, Müslümanlar layakatsiz dini lider ve dini dailanın hata yetekçilik astıda, hem bilim Kur'an'da bağ. Şuna başka pellerini okuşunun haceti yok dep qarab, fenni bilim derslerini mekteplerde ötülüdüğün dersler katarıdın çıkırıvetkerlikinden ibaret. Hazırkı zamanda mı mektep ve fenni bilimlerini okuşunun rolunu inkar kılış bir ufçuğa çıkan hamakatlik. İlave, yukarıda ben fakat Mevdudi'nin bir abza sözü üstün mülazil yürgüzdüm. Onunla umumyüzlük baha beğenmedim. Mezkur meselege qarata fikir qatnaştırgan qeyrindaşlarının bu noktunu hergizmi iyisinden çıkarıp koymasını çin dilimden ümit kılman. Endi men layakatlik dini liderlerden birini tanıştırıp ütey. Men tanıştırgan kişinin ismi Doktor Yasir Qazi. Ebu Ammar Yasir Qazi. Yasir'nin ata-anası Amerikaga Pakistan'dan köşmen bulup, kelgen bulup, Yasir Amerika'nın Texas ştatida tug'ilgan. O 5 yaş kiygen yili onun ata-anası Saudi Arabistan'a köçüp ketken. Yasir tuluq otturun pütürgüçü şu yerde okugan bulup, özünün alayda talantı bilen tuluq otturunu özünün burunqı sabaqdaşlarından 2 yıl baldır pütküzgen. Onun dinkin o Amerika'ya qaytip gelip, Texas'taki Houston Üniversitesi'nin xemiye injinirlik kesbede bakalavr ünvanı algan. Hem de Amerika'nın Dow Xemiyesi şirketinde bir mezgil işligen. 1996 yılı o Saudi Arabistan'a qaytip berip, okup Medine Üniversitesi'nin Hadis ve İslam İlmi Fakültesinde Arap tilinin yeni bir bakalavrluk ünvanını algan. Hem de aşı mektepinin Dava Fakültesinde İslam Teologiya kesbinin magisterlik ünvanını algan. 2005 yılı o Amerika'ya qaytip gelgen. Hem de Yalı Üniversitesi'nin İslam Tədqiqatı kesbide doktorluk ünvanına erişken. Angliya Devir Ali Maarif jurnalı tizip çıkan. 2013-2014 yılı dünya boyunca en aldın orunda turulgan 50 ali mektepler tizimlikide Yalı Üniversitesi 11. orunda iken. Bu tizimdeki bizden baş idarımız boğan Kaliforniya Teknologiya İnstitutu 1. orunda bulup, o 2011 yıldan başlangan 3 okuş yılının hemmisi de birincilikini elipti. Yani
Yasir Amerikaga joylashgan dunyodagi eng dangliq oliy maktablarning birida islom tadqiqoti kasbi bo'yicha doktorlik unvoni olgan. O hozir nurg'un oliy darajalik tadqiqot o'rinlari va oliy maktablarda liderlik va tadqiqotchilik xizmati bilan shug'ullanadi ekan. Uning xizmatining biri Amerika davlat bexatarlik ministrligining maslahatchiligi ekan. O Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya ve nurg'un musulmon davlatlarga berib, islom haqida leksiya so'zlayotgan bo'lib, uning leksiyasining sin hujjati YouTube'da keng turda tarqalib yurib etibdi. Yasir Efendi'nin İngiliz tilida so'zlagan leksiyalari bir-biridan esil bo'lib, men ularni intani yoqtirish hamda nihoyat huzurlanish ishida ko'ryapman. Uning bu yerdagi temi bilan munosabatlik bo'lgan leksiyaning temasi ümmetlerinin hazırki haleti bulup, bir kısım oturak yaşlarımız bu leksiyinin tilini İngilizceden Uygurçaga tercüme kılıp, her bir cümle sözünün Uygurca yazılışını aslidagi sin ko'rinishinin aslıga çıkıp turadigan qilib qo'yibdi. Yani xatlik film. Bu xosiyatli ishni qilgan ash qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. O sin hujjatini bu yerdan ko'ra olasiz deb adresini beribdi, qadrli qarindoshlar. Yasir Efendi mezkur leksiyada fakat hadistiki mazmunlarga asaslanıp durup mundaq deydi. Qısqacha mazmuni hergizmo söz tercümesi emas. To'liq mazmuni qiziqsangiz aslidagi bir soatlik sin hujjatini ko'ring. Shuni mashti saqlanki, bu yerda deyilayotgan so'zlar, hadisdagi gaplar hergizmo Yasir Efendi o'zi o'ylab chiqqan so'zlar emas. Kadirlik qarindoshlar, saat necha bo'ldi hozir? Ya'ni 3:45 o'tibdi. Yasir Aqazi nima debdi desanglar, ümmetlerinin hazırkadek bir halet kelib qoldiganligidan hadisda oldin bishorat berilgan. Bu yerdagi hazırki halet deganimiz mundaq bir halet. Musulmonlarning soni intayin zo'r darajada ko'paydi. Masalan, hozir musulmonlarning nüfusi 1.6 milliard bo'lib, dunyo nüfusining 4dan 1ini tashkil qiladi. Ammo soni zo'r bo'lsa-mu, ularda safa bo'lmaydi. Ularning sifati nihoyat tuvan bo'ladi. Yani Müslümanlar xuddi deniz suyunun köpüğü o'xshash bo'lib qoladi. Sani ko'p, sifati yo'q. Bu chaqda Xudo Müslümanlarga nurg'un fitnalarni avatidi. Bu yerdagi fitna degan so'z arabchadagi oltin rudusini tavlab, sap oltinni ayirib chiquvchi odam yoki oltin rudusini ko'ydirib, sap oltinni ayirib chiquvchi o'choq degan so'zdan kelgan bo'lib, o saplashtirguchi yoki tavlig'uchi degan ma'noni bildirdi. Fitnalar do'lqinsimon keladi. Keyingi do'lqin oldingi do'lqindan cho'ngroq va kuchliroq bo'ladi. Bu fitnalar musulmonlarni o'z meylicha yoki xolig'inicha oyoq osti va buzoq qiladi hamda xorlaydi. Hadisda yuqoridagi ahvollardan oldin bishorat berilish bilan tang bu ahvolga taqobil turishning mundaq 6 tədbirimi o'ttirib qo'yilgan. Birinci, o'zining diniy e'tiqodida ching turish. Ikkinchi, Allohga duo qilishni kuchaytirish va ko'paytirish. Uchinchi, boshqalarga yaxshilik qilishni, savobli ishlarni qilishni ko'paytirish va kuchaytirish. To'rtinchi, islomni haqiqiy turda qattiq o'rganish. Shu orqali uni to'g'ri va to'liq tushunib olish. Beshinchi, islomni boshqalarga keng turda tashviq qilish hamda boshqalarga keng ko'lamda to'g'ri o'rgatish. 6. Aqlani ishlarni qilish. Ishlarni aql farosatni ishlatib qilish, sabr qilish, yaxshi kunlar kelguncha bardoshlik berish va qattiq tirishish. Yuqoridagi so'zlar hadisga asosan o'ttirib qo'yilgan bo'lg'achqa Qur'on va hadislardagi bayonlarga haqiqat deb qaraydigan kishilar uchun yuqoridagi so'zlarmi haqiqat hisoblanadi. Shunga ular munozara talab qilmaydi.
Ben barliq okurmanlarga yuqoridagi leksiyani bir qatim ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman. Biz islom dinining foydasini nihoyat zo'r darajada ko'rdik. Shuning bilan birga nihoyat ko'p ziyonlarni tortdik. Ham hozirmi tortyapmiz. Bizning ziyon tortishimizning asosiy sabablaridan biri xalqimizni diniy jihatda yetaklash, tuzukrak o'qib boqmagan, islomni to'liq va to'g'ri tushunmaydigan bir qism chalimollalarning qo'liga qolganligi desak, meningcha xatolashmaymiz. Agar siz mushu qarashga qo'shilsangiz, bu xil nachar holatni o'zgartirish yo'lida mening sizga yana tuvandagidek bir tavsiyalarim bor. Agar siz bir dehqon bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'qigan dehqon bo'ling. Agar siz bir mollam bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'qigan mollam bo'ling. Agar siz bir o'qigan odam bo'lsangiz, islomni to'g'ri va to'liq o'rganing hamda shu asosda xalqni diniy jihatda nazorat qilib va to'g'ri tarafga yetaklab, ularni boshqa hamma ishlarda to'g'ri yo'lga boshlashga tirishing. Unda qilishni xohlamasangiz yoki uning qurbatingiz yetmasa, xalqni yetaklash vazifasini maktab qorisini tuzukrak ko'rib boqmagan mullalarga ortib qo'yganda hozirgidek oqibat kelib chiqadiganligini, ya'ni bizning yomon kunga qilishimiz dinimizning sababidan emasligini esingizdan chiqarmang. Agar siz bir tarbiyalaguchi bo'lsangiz, keyingi avlodlarimizning küçük odam, yolg'on odam va tayini yo'q odam bo'lib qolishning oldini olib, ularni yapılarga o'xshash to'liq odam, haqiqiy odam, o'zining bir Uyg'ur bo'lib qolganligidan iftixorlanadigan, faxrlanadigan, g'ururlanadigan har qanday zamon, har qanday makon ve her qanday muhit ichida men Uyg'ur deb ko'krak kerib chiqa oladigan odamlardan qilib tarbiyalashga qo'lingizdan kelishicha tirishing. Din ve ilim-fanni egallashda osonla unum beradigan qisqa yo'l mavjud emas. Bu işte cho'qim yapılardagidek ruh bo'lish kerak. Mushu bir haqiqatni yangi avlodlarga bildirib qo'yish kerak. Uyg'urlarda bir qadar eg'ir saqlanayotgan, Yipek yo'li davridan qolgan tijoratchi xarakteri bir mezgil unum bergan. Ama hozir uning vaqti o'tib ketdi. Endi bizga yapıllar ruhi ve yapıllar xarakterga o'xshash ruh ve xarakter kerak. Biz bundan keyin bu yerdan elib, o yerde kichikgina foydaga setib emas, o'zimiz yasab chiqqan narsalarni setib, yashashga qarab menishimiz lozim. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, yuqoridagi 6 tadbirning ichidagi 6-tadbir aqlani ishlarni qilish, ishni aql parasatda to'liq ishga selib turib qilish bo'lib, bu yapılarning tabiiy xarakterining bir qismi bilan o'xshash. Dini sohada yoshlarimiz orasida kishini xushal qiladigan ajoyib esil yangiliklar vujudga kelyapti. Men diniy jihatda bir musulmon bo'lib emas, balki bir diniy lider yoki diniy dahi bo'lib yashashni istaydigan qarindoshlarga doktor Yasir Qozi apandini o'zlari uchun bir o'lgi qilishni, bo'lsa uning izidan menishni tavsiya qilaman. Men hozirgacha yashagan hayotimda his qilgan bir narsa shuki, o'smirlarga madaniyat, urf, odat va qimmat qarish qatorliq bir qism narsalarni o'z yurtidan ko'p yiroq bir makonga joylashgan darsxonalarda dars qilib o'tish orqali o'g'itish oson emas. Xuddi shuningga o'xshash bilim olish va boshqalarga bilim berishga samimiylik, rostchilik, ilmiylik va odillikni, samimiylik, rostchilik, ilmiylik va odillik ancha mavjud emas bir makonda turib o'rganishmi oson emas. Men bizda hem birer Müslümanlar devletinde hem garip ellerinde yoki Yaponiyada o'qib baqqan bir qism diniy liderlarning vujud kelishini to'liq umid qilaman. Endi mushu qismning eng beshida gapga qaytib kelsak, hozir din to'g'riliq gap talashish, o'zaro ko'ngil azobi paydo qilayotgan qarindoshlarning ko'pinchisi texi o'rganish bosqichining chala mollalar baldiqida turayotgan kishilar. Şunlaşkı meningcha biz hozirgacha quruq gap talashmay bilim toplayli.
hem de özara bilim almashtırıp bir-birimizning bilimini to'liqlayli ve ko'paytayli. Ashunday qilib taraqqiy qilib bir yetarlik seviyaga yetganda andin din to'g'riliq ijobiy muzokara va munoziralarni elib borayli. Unda qilmay, bilmay turib talashsak biz hech yerga bora olmaymiz. Onun aksicha o'zimizni nobud qilib etamiz. Ben ahirida ta'kidlab qo'yadigan yana bir nuqta shuki, Yasir Efendi tilga olgan yuqoridagi 6 turlik ishning ishidagi 6-chi ishni hergizmo xato tushunib olmang. O yerde deyilgini hergizmo Xudo yaxshi kunga erishtirguncha qo'l qo'lashtirib saqlab turish, hamma ishqa jumladan adolatsizlik, haqqoniyatsizlik ve qulluqqa sabr qilish deganlik emas. Agar bendelerining ishlarini Xudo o'zi qilib bermoqchi bo'lgan bo'lsa, Xudo hergizmo bendelerge aql bilan jismoniy kuchni ato qilmaydi. Biz 5 asr sabr qildik. Şuna ko'rilayotgan kunimiz şu. Agar biz bundan keyin sabr qilib yashayversak, yo'qab ketmay, o'zimizni saqlab turadigan Allah yana 1-2 asr vaqt bormi, yo'qmi, uni Xudo o'zi biladi. Bu meseleni to'liq analiz qilish kam deganda uzun maqoladan yana birini talab qiladi. Men keyincha shunday maqoladan birini yozishim mumkin. Allah öz bendelerinden qanday yashashni umid qiladi. Bu savolning javobini yapılanın amaliyatidan ko'rdim. Yapılanın amaliyatidan izlang. Bizning mazkur maqoladan ko'rganimizdek yapıllar İslam, Hristiyan, Judaizm ve Buddizm dinleri bo'yicha qaraganda bir dinsiz millet. Lekin ular etiqadsız millet emas. Yani ularning etiqadi bor, ama imanı yok millet. Amaliyatda yapılanın etiqadi intayin güçlük, intayin tekşi ve intayin sap. İşenmisiniz onu özümüzdeki bilen seliştirip bakın. Menimce biz hazır kıladigan en mühim işlerinin biri dini sahadaki ahlaklarni tozalash. Doktor Yasir Qazi Efendi'nin hamma İngilizce leksiyalarini uyg'urchalaştırib, bütün xalqimizning o'qib beqishiga sunganning zo'r foydasi bor. Ya'ni xalqimiz orasida tarqalgan din jihatdagi qalaymaqan tushunchalarni zimonat qilishga nihoyat zo'r foydasi bor. Bu ishni qiladigan qarindoshlarning o'ylanib beqishni umid qilaman. Mening hozirgacha ega bo'lgan tushunchalarga asoslanganda faqat ko'ngzi ta'limotlar o'qish yoki ma'rifni insonlardan talab qilingan 4 cho'ng muhim ishning biri qatorida qattiq va nihoyat aniq til bilan ta'kidlagan. Qolgan cho'ng dinlar bo'lsa ilm-fanni din bilan ziddiyatli bir o'ringa tushirib qo'ymagan. Bo'libmi Qur'on Karimda o'qish va bilim egallash so'zlari ko'p qatim ishlatilgan. Ammo onu ko'ngzi ta'limotidagidek ergashuvchilar cho'qim qilmasi bo'lmaydigan ishlar qatorida qattiq ta'kidlab ketmagan. Bundoq bo'lishini ashu dinlarning muqaddas kitoblarining Allohdan tushgan vaqtidagi tarix arx ko'rinishida keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Yevropaning 16 va 17 asrlardagi ilm-fan inqilobi mezgilida Hristiyanlar dinning bu jihatdagi ojizliklarini yengib, ilim-fanga dinning sirtida yurish qilgan. Ya'ni musulmonlarning ilim-fanda gullangan davri oxirlashga qarab manganda Yevropaliklar ilim-fanga diniy sanduqning sirtiga chiqib turib muomala qilishni boshlagan. Mening bu yer demoqchi bo'lganim, bizning yuqorida ko'rib o'tganimizdek musulmonlar buningdan keyin qilishga tegishli 6 ishning ichida ilim-fanni o'rganish ochiq, kuchlik yoki yetarlik darajada ta'kidlanmagan. Shuningdek biz buningdan keyin ilm-fanni o'rganish masalasida diqqatimizni dinning ishidan javob topishga emas, dinning sirtida turib, hozirgi dunyoga nazar silib, o'zimizga bir muvaffaq javob yoki yo'l topishga qarashimiz kerak. Balkim erkinkamning bu gaplari hozir o'zgargan bo'lishi mumkin, dinga nisbatan o'qing degan gap belki yetarlik ta'kidlanmagan degan gap xato. Aslida dinda o'qishga qarata ajoyib jiqni
narsalar so'zlangan. Yani Qur'oni Karimda mening ko'z tutgan din shu Qur'oni Karim. Doktor Yasir Qazi'nin yana bir leksiyasida deyishicha, oddiylashtırıp aytganda islom dunyosining 7-asrdan boshlab gullanishga mundaq ikki omil sababchi bo'lgan. Biri iymonning kuchli bo'lishi, yana biri zamonaviylikqa quchoq etishi. Ya'ni zamonaviy fan va zamonaviy texnologiyalarni qo'g'lab yurib qabul qilishi islom dunyosining keyincha qarab minishimi aşı ikki omildan bo'lgan. Ya'ni iymonning suslashishi ve zamanıvilikni chetga qiqishi. Men bu jihatda bu vaqtda keyin yozadigan bir parcha maqolada yana maxsus to'xtalaman. Xristian dindikilar ilm-fan inqilobini boshlaganda dinning cheklamasining qanday qutulgan. Mushu savolning javobining o'zila bir parcha ilmiy maqola bo'laylaydi. Hamda uning biz uchun xeyli zo'r foydasi bor. Shunga qiziqadigan qarindoshlarning bu temini o'ylashib beqishni umid qilaman. Oxirgi so'z. Men bu qatim egilagan va mazkur maqolada bayon qilgan bilimlarga asoslanganda tuvandagidek yakunlarni chiqarish mumkin. Samuraylar buningdan taxminan 700 yil ilgari davrdan boshlab Yaponlarning askeri kuchi bo'lib xizmat qilib, Yaponiyani harbiy jihatdan qo'g'dab kelgan. Samuraylarning davlat ishidagi asosli vazifasi padişahga sodiq bo'lib, butkul Yaponiya jamiyatidagi adolatlikni ishga oshirish va qo'g'dash bo'lgan. Samuraylar o'zlari qattiq uyangan va butun Yaponiyaning o'qitish ishlariga yetakchilik qilgan. Shu orqali Yapon xalqini yuqori sifatli o'qish sharoitiga ega qilib, butun Yapon xalqining bir yuqori safoliq millat bo'lishini ishga oshirgan. Samuraylar harbiy mahorat, urushdagi botirligi, vatan uchun jinini qurbon qilish ruhi hamda bilim va axloq qatorliq nurg'un jihatlarda butun Yapon xalqiga o'g'inish o'lgusi bo'lib kelgan. Yaponlarni samuray ruhiga ega qilgan eng asosiy narsa ularning e'tiqodi. Ammo ularning e'tiqodi islom dini, xristian dini, Judaizm ve Budda dinleriga e'tiqod qiladigan xalqlarniki o'xshamaydi. Ya'ni Yaponlarning e'tiqodi padişahga cho'qinish va ajdodlarning ro'yiga cho'qinish asosida elib beriladi. Qadrli qarindoshlar, hozir İstanbulda asr namozininki ezoni o'qildi qadrli qarindoshlar. Bizningki bu kitob tugay deb qoldi, maqolimi sabr qilinglar. Yaponlar mundaq bir haqiqatni isbotladı. Aql parasat bilan ish qildiganlar dunyoni so'raydi, beparvolik bilan ish yashaydiganlar dunyoga yuk bo'lib qoladi. Yaponlar yana mundaq bir haqiqatni isbotladı. Bir xalq boshqalarga yo'lanmasa yashay olmaydigan holat tushib qoladi ekan, o xalq hargizmo muvaffaqiyatli bo'la olmaydi. Agar Yaponiya başka devletke tayanması yaşanmaydigan ahvalga tushib qolgan bo'lsa, o hergizmo bugünkidek muvaffaqiyatlik bo'lolmaydi. Bir dozoqqa o'xshash shart sharoit ostida yashayotgan xalqqa jannatning afzalligini qancha tashviq qilsangiz bu, o o'lim bermaydi. Yaponlar samuraylarning oqilona va adil boshqarishining foydasini ko'rgan, shunga ular samuraylarga ergashgan hamda ularga %100 bo'ysungan. Yaponlarning milliy ruhi samuray ruhidir. Bir millatning milliy ruhi bilan milliy madaniyati, milliy urf-odati va milliy an'anasi o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, bog'lanib ketgan bo'ladi. Biri kam bo'lsa, yana biri mavjud bo'lib turolmaydi. Bu haqiqatni biz Yaponlarning hozirgi ahvolidan ro'shan ko'rib olaymiz. Yaponiya Osiyodagi buningdan ming yillarning oldidagi madaniyat va urf-odatlarini aynan saqlab qala olgan bir millat. Shundaqla buningdan ming yillarning oldidagi milliy ruhidimi ancha o'zgarish bo'lmagan bir millat. Musulmonlar angillangan davrda ularning e'tiqodining kuchligi Yaponlarniki bilan o'xshash yoki ularninkidan ustun edi. Musulmonlarmi Yaponlarga o'xshashlar burunqi an'anasini saqlab qolgan asosiy yangilikni qarshi olgan ve zamonaviylikqa quchoq ochgan edi.
Müslümanların Yaponlardan üstün turduğun yeni bir alaydı ki Müslümanlarda intayin küçük iman var idi. Şoňa Müslümanlar ilim-pen ve terakkiyatta dünyaga başlamçı bolgan idi. Hazır Müslümanlar arkada kalıp onun ornunu Yaponlar ve başka bir kısım milletler aldı. Men hazırgıça birer Yaponның öz milletinin yüz örüş, öz milletini setiş bedeliga başkaları işlep can bakkallıkını anlap bakmadım. Yaponlardan aşındak adamlardan biri әрі çıqqanlıkını anlap bakmadım. Amerika'nın dünyaya dağılan kişi hukuk hareketinin daisi Karaterlik Doktor Martin Luther King 1955 yılı mundaq degen. Hakiki tinçlik yalğız bir ciddi haletinin yokluğu bulupla kalmay, belki adaletlikinin mu mevcutluğudur. True peace is not merely the absence of tensions. It is the presence of justice. Eğer tinçlikning muşu eniqlemesi qabul qilsak, Yaponiyaning qadimdan tartib ta hazırgacha bir tinchlik ishida yashab kelgan davlat ekanligini tushunib yetalaymiz. Samuraylarning vujudi bir xil yengili bo'lmaydigan iroda bilan to'lgan. Ularning qalbi bir xil yo'qotqili bo'lmaydigan g'oya bilan to'lgan. Samuraylarning aql farosati o'zini chiniqtirish, o'zini tarbiyalash va o'zini taraqqiy qildirishni ta'kidlaydigan an'anada namoyon bo'ladi. Samuraydan iborat bu san'atkor va jangchilar bir xil adabiyotning vujudga keltirgan bo'lib, o adabiyot kishilarni o'zidagi vahima va ishonchsizlikni yo'qotib, o'z qobiliyatlarini eng yuqori darajada joriy qildirishga undaydi. Her bir ishqa birdan tuzilgan bir jamiyatda samuraylar bir amallarni qilib, o'zlarining ortiqchiliklarini to'liq joriy qildira oladigan bir sharoitni barpo qilgan. Şoňlaşqa samuraylarning qattiq va dahshatli bo'lish obrazi öz kasbida birer bösüş xarakterlik yükselişni isteydigan yaşlar üçün en yaxşı ögünüş ölgüsü bo'la alaydı. Samuraylar bizge yengiş mümkün emasdek bilindigan qiyin ötkenlerge duş kelgende o ötkenlerini özünün cismani güç kuvveti bilen emas, özünün içki ruhi kabiliyeti bilen yense galiba kılgılı bulduğanlıkını ögütüdü. Olar bizge hayatının her bir sükunutinin intayin mühimlikini, onu intayin yukarı derecede kadirleşimiz kereklikini ögütüdü. Hayat bazıda intayin kıyınlaşıp getirdiğin bu olsun mu? Onun her bir peytinin huzurunu kolgu keltiriş üçün biz barlık tirişçılıklarını körüsüşümüz kereklikini ögütüdü. Biz kıyın ötkenlerge duş gelgende samuray ruhiden güç ve medet alalayımız. Biz samuray ruhu asası da özümüzün yaşaş usulünü özgertip, öz hayatımızı ve takdirimizni yaxşı tarafga buryalayımız. Men mezkur makalanın okurmenlerinin yapılarını tuluq ve toğru düşünüşüge, şundakla yaşlarımızın özdürü üçün bir muvaffak yaşaş yolu tepi bilişiga bir az yardım kılalışını ümit kılımen. Depto bizninki Erkin Sıdık akimiz özününki yapılarının milli ruhi digen makalesi de kadirli kırımdaşlar bu şu kitaptan tedbir neşriyatını neşir kılıngan Erkin Sıdık akimizden 5. kitabı da inşallah okuşlu halısınlar özünün torbetini düşürüp alsanlar ya ki biz gidisanlar biz ibadet bersek buludu. İstanbul'da esri namazıga ezan çıktı inşallah. 31. tedbir yayısın derslerimizde yine yeni bir mezmunla bilen yüz kürüşümüz inşallah. Belki kiler saat inşallah Girmanlardan 7 xil kişilik karakteri diyen derste öğrenişimiz mümkün makalını anda olsa emmanlarını Allah'a tapşırdım. Yeni bir saatlik dersi görüşürüz. Aman bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.